Assalamu alaykum hürmetli radio anlıqçılar. Adabiy anlatış programımızda anlaşılanlarını qarşı alamiz. Bugünkü programımızda yazğıcı Halida İsrail'nin Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anlatamiz. Voy qandoq qilay, mening qizlarimni naladi. Kimlarning qo'lida qo'rilib yurdi qandim. Nima kunlarni ko'ryotdi qandim. Men har qaysini pek obdan bilaman. Chechani parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Anam meni, dadam meni. Nemishqa orzulabdiki, mening bundaq bo'larimni nemishqa o'ylamabdiki. Yalğan mən işənməyəm. Sizdən xuş bob getday. Məni öz meylimə qoyun. Mən bu yerdən heç nəyə getməyəm. Peşimə alsımı getməyəm. Acaba siz texicə məni düşənməmsiz. Məni gödək qılvatıdı dep oylavattamsız. Ondaqda mən bu hayatdan nemi gerki? O közlərini yoğan etib mənə qarab qaldı. Şu çağda mən onun yüzlərinin yaşdan höl bulub ketkenini. Bu çıraydan çıkıp durgan muhabbet, hicran ve ruhi ilişkilerinin güçlük azabını gördüm. O bana qaraydı, ben onunla. Şu tapda dünyadaki en yakınlık, en mezmunluk sözlerimi közlerimizde aks etken ma'nilar oldida çinip kalgan bo'lardi. Toyuqsiz onun vücudu silkengandek bo'ldi. Chiroyi oppoq tatirib, qo'shuvmisi turildi. Ko'zlarida muzdek bir nima yaltirab qoldi. O o'rnidan turib, titrayotgan barmoqlari bilan tamaki yo'gidi. Tamaki isini purqirtib po'ylab turib, "Gapimni anglang Risolat. Biz o'zimizni tutib olaylik. Men sizning loyiqingiz emas. Sizni egilib olishga mening haqqim yo'q. Keyinlikni o'ylaganda to'g'ri aytsiz. Men sizga choplashib elib, sizni chiroyli ayolingizdan balalaringizdan ayirib etmasligim kerak. Xo'sh, sizmi meningdan nafrat qiling? Meni unuting. Eshikni jaloqqida yepib etib yugurib chiqib ketdim. Mening uchun muhabbat, baxt oxirlashgan edi. Men shuncha zo'r azob, baxtsizlikni ko'tarib ketgudek kuchni nerdan toparman? Yevropaliklarning cherkovlaridagi rahibalarni o'yladim. Bizdami tarki dunyo bo'lganlar panohlanadigan, poklanadigan shundoq bir makon bo'lsa, eshik qattiq yopilgan. Zanjirning sharaqlagan ovozidan uning qaytib ketmoqchi bo'lganligini bilib turdim. Uning qadam tevishi barxan seri yaqinlab to'xtadi. Oxiri yana yiroqlab yo'q bo'lib ketdi. Yugurib eshik tuyiga borganimda u hech narsa ko'rinmaydi. Arkasından avtobus beketiga chiqmoqchi bo'ldim-yu, chiqolmadim. Qadamlarim shuncha ig'ir. Tomuz issiqda dirildab titrayotdi. Tishlarim bir-biriga urilib qasildaydi. Yotqanga o'rinib yetib, xudimni yo'qitib qo'yayotganligimni sezdim. Yerim kechida hoshimga kelsam, yotoqda pilildab sham yenib turdi. Tamni bir olgan g'oyat zo'r ko'langa sham yo'riqining tavirnishiga agishib titrayotdi. Kimdir biri peshonamga muzdek bir narsani qo'ydi. Ko'zlarim bilan uni izladim. U oldimga kelib engishdi. Yana shu qadrdan illiq chiroy, yurakni titrtirgan ovoz. Uningga uzoqcha ko'zlarim tolg'icha qarab turdim. Ketmabsiz-ku. Qandoqmi ketalay? Sizdan ansirdim. Nemishqa ansiraysiz? Endi baribir emasmi? Siz meni rostili shundoq
shundoq o'ylamsiz? Mening ne kadar azaplanayotganligimni, sizning yeningizda o'zimni tutib olishning ne kadar qiyinga tushayotganligini qilchi sezmadingizmi? Siz menga uncha rahimsizlik qilmang. Rahimsizlik qilayotganman emas. Qanday qilay? Nima qildaysiz? Sizlar xushal bo'ladigan ish bo'lsa jinimni tikay. Ayting qani. Chochlarimni, peshonamni silayotgan qo'llari ovozi titraydi. Men uning yo'g'on qo'llari bilan yuzimni to'sib turib pichirladim. Meni qo'g'lamang. Sizni ko'rib tursam bo'ldi. Men sizdan hech narsa talab qilmayman. Uning nafsi yuzimga urildi. Ko'zlarimni yumib oldim. Men qizivatamdiman yoki umu? Uning o'tdek lavlarimni, peshonamni, ko'zlarimni, bo'yinlarimni ko'ydiratdi. Bir haftani baxtning mastxushligi ichida o'tkazdim. Kechalari tuyuqsiz uyg'onib ketgan vaqtlarimda mushu peti uyquga ketib, mangu uyg'onmasam, hamon bir kuni yetib keladigan judolik va hamma qayg'u alamlarni ko'rmasam qanday yaxshi bo'ladi ha, deb o'ylab ketdim. Men haqiqiy muhabbatga, ruh bilan tanning kam kuchsiz qo'shilishidek dunyoda intayin osondagi talaylik kishilarga nisb bo'ladigan baxtga erishgan edim. O'zimni bir dili cho'ng bo'lib ketgandek. Muhabbatda nurg'un issiq sovuqni beshidan o'tkazgan tamkin ayollardek sezatdim. Bir haftadan keyin u uyiga berib kelmoqchi bo'ldi. Uni tutib qilishga haqqim yo'qligini biletdim. Har qancha chidamasam-mu qim qilolmadim. Ixtiyorimizdagi oxirgi bir kun ikkilimizga shu qadar qimmatli tuyuldi. Xuddi abadiy ayrilish oldida turgandek bir-birimizga qiyolmaydik. Hasrat ichida bir-birimizga uzoqdan uzoq qarashib o'ltirib ketdik. Kechda orqa tarafdagi o'rilib tushgan pakar tomdan o'tib, yiroqlarga tutishib ketgan yezi yo'liga tushdik. Xuddi manzilning qayerligini, atisini, hech narsani o'ylamaydigan. Borg'ali yerda yerni selincha, osmonni yepinch qilib yotadigan jahonkashlardek uzoq mangdik. Atrof poyonsiz dala, egiz past to'pilik. Yiroqdan onda-sonda daraxtliklar, yolg'iz yerim uylar ko'rinib qoldi. G'ur-g'ur dala shamili vujudimizni silab, chochlarimizni uchirdi. U menga pat-pat burilib qaraydi. Sening rostila menga taalluq bo'lganligingga muncha baxtga zodli ishongim kelmaydi. Bularning hammasi tushunmakin. Bir kuni uyg'onib ketarmanmikin deb qo'rqaman. Ayting, meni qandoqlarcha yaxshi ko'rib qoldingiz? Men satli bir qiz tursam, mijozim yomon tursa, ko'zingiz yo'q o'xshaydi. Mushu vaqtga qadar tashna bo'lgan, kutgan chil muhabbatga sening vujudingdan erishdim. 45 yoshga kirganimda hayotning ahamiyatini yangi boshdan tushungandek. 25 yoshli yigit vaqtlarimga qaytgandek bo'ldim. U mening 25 yoshli yigitim. Hayotimdagi birdan bir oshiqim edi. 25 yoshli yigitlarni men uning bir tal chechig'ini tan qilmaydim. Ikkimiz qo'g'lishatdik. Qo'l tutishib yugurishdik. Yo'l bo'ylaridan, to'piliklardan ushoq qizil, seriq yov gullarni teratdik. U to'xtab, qo'lidagi gullarni menga berib, yonchuqidan bir tal tamaki oldi. Oldimizdan o'rilayotgan shamolga sal orqasini qilib turib, o'sha yo'g'on mehrli qo'llari bilan shamolni to'sib, bo'ynini sal egib tamakisini tutashtirdi. Quchqimda gul, ko'zim uningda. Shamolda chochlari chuvilgan, sal qiypash egilib tamaki tutashtirayotgan o'sha qiyofatiga. O'sha qiyofatidagi hech kimga o'xshamaydigan bir go'zallikka maftun bo'lib qaytibla qopdiman. Qalbimda sevgi yolqini. Uningga qo'shilib ketgan hasrat yana bir qitim lovuldidi. Yig'a gelimni bo'g'di. Gugum quyuqlashishga boshladi. Zangar osmon bosh ustimizga yaqinlab keldi. Chaqnoq yulduzlar bilan to'lgan osmon bilan yer orliqida, ko'z yetkisiz qorong'u kechining ulug'vorligi ichida mahkam quchoqlashdik.
Aşu uluk varlık, qandaqdır özgeci bir hissiyatlar qalbimizni dolqullatdi. U yiroqlarga qarab turib so'zlaydi. Hayotda tushunadigan odamingni tepish naqadar qiyin, ha? Nig'nig odamlar ichida yashaysan. Xotining, urug' tuqqanlaring, do'st og'illaring. Ularga surkilib yuraysan. Chiroyiga qarab kulasan, so'zlashsan. Bili tamoq yeysan, aroq ichsan. Ammo o'zini go'yo qop-qorong'u dalada yakki yegani yurgandek his qilasan. Bu dunyoda seni hech kim tushunmaydi. Tushunishni ham xohlamaydi. Birasiga og'zini ochsang, qanday qilsan, hayot degan shundoq og'ina deydi. Hech tan bergim kelmaydi-yu, jim bo'lasan. Aksicha, shu topda qorong'u dalada yolg'iz sen bilan turibdi-manu, ko'zimga butun olam nurga to'lgandek ko'rinadi. Jahondagi hamma odam, hatto qurt-qo'ng'izlargacha qadar qalbimda bir xil illiq muhabbat sezaman. İkimiz to'y qilaylik. Mundaq yuraversak bo'lmaydi, dedi. Men uning og'zini qo'llarim bilan etib oldim. Ammo u qo'llarimni qayirib echib, ayolim ancha tortishib ketmaydi. Balki xushal bo'lar. Men bu yo'lga seni debla maqmoqchi emas. O'zim uchun yangi turmush yaratmoqchi. Men endi ilgirgidek yashay olmayman. Bolalarimning ko'ziga oldamchilik bilan qarashni xohlamayman. Bolalaringiz qandaq bo'lar? Men yetimlikda cho'ng bo'lgan, ularning yetim bo'lib qolishini xohlamayman. O'ylab baqsam, mundaq ko'rinishdagi mukammal oila ularning normal o'sib yetilishi uchun foydasiz ekan. Ular onasi bilan ikkimizga qarab muhabbat, oila deganlarda naqadar saskangan deyman. Ularning baldiroq reallikka yuzlangani. Bizning ishimizdan savoq olgani yaxshi. Ular hamon oq-qorani farq etadi. Ba'zi ishlarni cho'ng bo'lganda tushunadi. Yetim bo'lish masalasiga kelsak, ikkimiz ularni yetim qilmaymiz. Shundaq-ku. Men un chiqmadim. Ko'nglim bu ishlarning uning aytganidek oson emasligini to'yib turadi. Dunyoda nurg'un ayollar o'z erlarini yaxshi ko'rmaydi. Ammo ular hayotda bir yo'lanchukka, hamrohqa, bolalarning dadasiga muhtoj. Shu e'tiborsiz boshqalar tarafidan tortilib ketish xavfi ko'rilganda, ular uningga mahkam chopishidi. O'lsimi qo'yib bermaydi. Xotin kishi uchun er tashlab ketgan tul xotin degan atoqdan o'lim yaxshiroq. U uyquga ketganda men chiroqni yiqib, uning uxlayotgan holatiga uzoqqa qarab o'ltirdim. Saharda u ketdi. Yostiqning ostida hilali yengushlab silib qo'ygan ko'ngliki qopdi. Ko'nglakdan uning hidi, tamok purqi kelib turadi. Men uni kiyib oldim. Zerikishlik kunlar. Tamoq etish, kitob o'qish, uxlash, tamoq etish, kitob o'qish, uxlash yana boshlandi. Ko'nglimda azob, gumon, ishkilinishlar yo'q. Faqat baxt, taqozolik va taqozoliklar bor. Uning 1-2 kun ichida kelmasligini bilib turib, avtobus bekitini cho'rgilab ketolmayman. Avtobus yiroqdan ko'rinishi bilan qalbimda olamcha xushallik, hayajon mavj urdi. Avtobus to'xtab, uningdan tushgan 1-2 yo'lovchini ko'rgandan keyin lassada bo'lib qolaman. Ba'zida o'zimning bolalarcha sabrsizligimdan kulaman. Bir kuni uningdan sahib jamol tushdi. Beshida oq yog'liq, yugurib kelgancha bo'ynimga esilib, "Voy, qanday qilamiz endi? Akbar muallimdek yaxshi odamdan ayrilibdik. Yaxshi odamga nemishqa kun yo'qdi." deb yig'lab ketsam, u qarab turaveribdiman. Birdamdan keyin hoshimni yig'ib, uni silkib ketibdiman. "Nim deysiz? Qaysi Akbar muallim? Uningga nim bo'pti?" "Voy, texa uqmadinglarmi? Bizning Akbar muallimchi velosiped bilan ketib yetibdi-kan, mashina soqib yetibdi. Atiganligi yerlikida qo'ymoqchi." Uning og'ziga hanglayib qarab qopdiman. Orqadan, "Yo'q. Yo'q, mumkin emas. U emas." 6 oyni ruhiy kasalliklar doktorxonasida o'tkazdim.
Şu azaplı günler, ölümden better korkmuşluk düşler bilen dolgan geceler. Men saqayıp çıkkan günler bahar günleri idi. O yili bahar baldır kelgen idi. Quyosh nurgu çömülgen dalılar sargıç yeşil görünetti. Sahip Jamal manga korkup qarab qo'yib, Tarıqning yaqinda yo'tkilib ketganini, Maryamning 3-chi bolasiga homildor ekanligini, maktabimizga yana yangidan oliy maktabni putkizgan ishga o'qituvchi kelganligini so'zlab berdi. Yo'limiz qabristonlikning yenidan o'tadi. U mening tortishib qolganligimni ko'rib, qabristonlik tarafga boshladi. Pakar koni qabrlarni orlab o'tib chetga chiqdik. U boshqa qabrlardan texi yangligi bilan tarixlanib turadigan bir qabrning oldiga kelib, meni saqlab turdi. Ko'zlarim yoshga to'lgan holda uningga yezilgan. Akbar Abaydulla Urumchida tug'ilgan. 45 yoshida Urumchida qazo qilgan degandek so'zlarni o'qidim. Tizlarim titrab bukildi. Qabrini mahkam quchoqladim. Yoshlarim taramlab oqatdi. Sahip Jamal kelib, meni yo'lmakchi bo'lgan edi. Men uningdan birdam yolg'iz qo'yishini o'tindim. U birdam turib yiqib, asta ketib qoldi. Kech kirgacha shu holda o'ltirdim. Ko'z yoshlarim eqib tugdi. Ovozim tutib ketdi. Bir mo'may kelib meni yo'ladi. To'pilarimni qoqdi. U chiroyini o'mchik to'rdek qo'riq qoplagan. Ko'zlaridan hasrat to'kilib turadigan mo'may ekan. Sabr qiling, jinim qizim. O'lganning oqisidan ketkili bo'lmaydi. Peshonangizga putilgani shu bo'lsa, sabr qilmay ilojingiz qancha? Mana men chidavotman. O'tir qo'ldek o'g'lim 10 gulining biri ichilmay turib o'lib ketdi. Qo'limdan purrida uchib ketdi. Ismi Uchqun edi. Ismini shundoq deb qo'ymasam bo'pti-ekan. O'lmadim, o'chmadim. Uningdan berisi bo'ldim. Mo'may yesh qurib tugagan ko'zlarini oq yog'liqi bilan surtdi. Orqadan beshi bilan ishorat qilib, "Nemangizni?" Erimdi. Yengili to'y qilgan. "Hay, Izzat, bechora qizim, mushdek turib bu datga qopsiz." Mo'may chin dilidan ich og'ritdi. Nadin kelgan yoshlarkin yana bir qitim to'kilib yig'ladim. Ana shuningdan keyin har kuni kelaman. Oyog'im ostidan bir chetga oshu yolg'iz qabriga torxini yo'l echildi. Soatlab tizlanib o'ltiraman. Xiyolimda uning bilan so'zlashman. Mo'maymu har kuni kelib o'g'lining qabrisi oldida o'ltirdi. U o'g'lining qabrisi atrofiga gul terdi. Menmu uning qabrisi atrofiga gul terdim. Har kuni suv qo'yib turdim. Gullar nihoyat tezda big' surib chiqdi va o'sib o'ynashga boshladi. Bir kuni qabristonlikdan qaytib, yotoqning oldiga kelishimga Sahip Jamal oldimga yugurib chiqdi. Ko'zimga andisha bilan qarab, "Akbar muallimning ayoli seni izlab ketdi. Qanday qilasan? Ko'rishamsan?" dedi. Ha deb beshimni langshitdim. Ana u ayol. Umrini uning bilan birga o'tkazgan. Uningga 3 bola tug'ib bergan. Uning ko'zlariga qaragan, uni quchoqlagan. Uning vujudidan qandaqdir tunish belgilarini izlab topmoqchi bo'lib sinchilab qaradim. Ammo u butunlay notunish ayol edi. Uning kiyib olgani men umrimda ko'ribmi boqmagan esil kiyimlar. Orqasiga egiz qilib turib olgan chochlari uni texmi so'latlik, hatto sal surlik ko'rsatib turadi. Chiroyli, ammo cho'risida inchik qo'riqlar paydo bo'lishga boshlagan ko'zlarida to'liq, hissiyotli lavlarda sovuq, masxirli kulimsirash chaqnab turadi. "Siz risolat qo'dayman", dedi u ko'zlarimga tikilib. "Shundoq, men bo'laman. Men sizni xiyla burundila bilatdim. U sizning gapingizni ko'p qiladi. Men sizni kichkina qizchaqlab, qo'lingizdan bunchalik ish kelar deb o'ylamabdi ekanman. Asla o'ylamabdi ekanman.
Mana endi ko'nglingiz aramıga tushgandi. Onun beshiga chiqdingiz. Balalarimni yetim qilib qolmay, o'zingizni bulg'idingiz. Onun beshiga chiqqan men emas. Dal siz. U birdili sakrab turib ketdi. Jon ochiqida qo'llarini shiltib varqirashga boshladi. U buzuq, izzini bilmaydigan sharmanda peshonangni silab kep qiljumu? Sen onun beshini aylantirmagan bo'lsang, mush ishlar yuz beramdi. Oshqitim u bir hafta yo'q bo'lib ketib, qaytib keplar ajrashib ketayligiga tushdi. Yig'ladim, yolvurdim, qo'rqatdim. Kor qilmadi. Gap ip baqsam sen bilan to'y qilmoqchi ekan. Ma'qul dedim. Ishqonni tutib elib xalq olam oldida rasvo qilmoqchi. Onimi, senimi xizmatdan haydatmoqchi. Ondan ko'tir kashon demoqchidim. Shug'unisi, u baxush bo'lib ketib xudini yo'qitib qo'ydi. Xush xabar yetkazgili kechalab sening yoningga chopdi. Oxiri o'zining beshini yedi. Qandoq? Endi ishongansan, Xudoyim ishqonning jazosini ashundoq berdi. Uning so'zlarini hangvaqinimcha anglaydim. Uning haqoratlari dunyoda eng go'zal, eng shirin so'zlardek bilinadi. Ah Xudo, deb nola qilatdim ichimda. U hayotining oxiriga qadar meni o'ylabdi. Mening yinimga oldirabdi. Nemishqimi ikkimizni yerim yo'lda qo'ygansan? Ikkimizga nemishqimi muncha adolatsizlik qilgansan? Uning jinini olgandikin, mening jinimni olsang bo'lmasmidi? Ko'zimdan bulduqlab yosh to'kildi. Ayol birdili yumshab qoldi. Hilim yaxshi qo'sqondi qolmabdi ekan. Agar unda qish bo'lgan taqdirdami, o'zimni bir taraf qilib yetdim. Menga qarang singlim, o'tgan ishlar o'tdi. Bu gaplarni bir siz bilasiz, bir men bilaman. Ba'zilar gumon qismi pakit yo'q, og'zini ocholmaydi. Buningdan keyin yepiq qozon yepiq betib qolsin. Turmushda qiynalsangiz meni izdang. Sizga yordam qilish qo'limdan keladi. Men bu ishlarning mushundoq oyoqlashganiga xushal. Bir hisobda uning o'lgani toza yaxshi bo'ldi. U endi mening yuzimni to'kanmaydi. Siznimi avor qilmaydi. Siz texi yosh. Oldirmay berib, eshikning orqasidan yo'g'on damni oldim. Beshimdan egiz ko'tirib, uning yorlangan yirtqichdek xiris qildim. Chiq uydan jodugar, yo'qol ko'zimdan. Darhol yo'qolmasang o'lkang chiqadi. U meni saronliqqa tutdi deb o'yladi bo'lg'ay, qo'rqinidan oppoq tortirib, o'zini sirtqa oran otdi. Uning sumkasini orqasidan beshiga qaratib otdim. Qabristonlikqa 16-17 yoshlardagi bir o'g'il bola, uning cho'ng o'g'limi keladi. Dastlabda ikkimiz bir-birimizga untinsiz qarashib qo'yatdik. Bara-bara u menga salom qiladigan bo'ldi. Ba'zi kunlari menga hamroh bo'lib yotiqimgacha boradi. Uzoqcha uning dadasining parangini selishib o'ltirardik. U oliy maktabga mongan chig'ida singlisini Akbar muallimga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan qaraqumchoq qizni menga tanishtirib qo'ydi. Uningga xuddi o'z singlimdek, qizimdekla ichikib ketdim. U ta hozirgacha meni yo'qlab turdi. U topgan yigitini eng burun mening oldimga boshlab keldi. Illiq chiroy, samimiy yigitgan. Ularni ko'rib yig'ladim. Shuncha yillarni motam ichida o'tkazdim. Hayot menga ortiqcha ig'ir yukdek bilinadi. G'amlarimni unutish uchun maktabning ishlariga o'zimni uratdim. Qalbimda qaytadan hayot, muhabbat so'qi qo'zg'ashga tirishdim. Hayot muhabbat bilan haqiqiy ma'niga, go'zallikka erishadi. Muhabbat bilan gullab yashnaydi. Muhabbatsiz hayot emas. Men texi yosh. Gupildab so'qib turgan yurakim muhabbatga, kuyimchanlikqa muhtoj edi. Darvaqa hayajon va shirin hislarga cho'milgan. Muhabbatning ochiq chuchuk sharbatini qayta tiydigan vaqtlarim bo'ldi. Ammo hech qaysi ilgirkiga o'xshashmaydi. Balkim o'sha tunji qitim gurildab yenib o'chgan yolqinlik muhabbat tabdidan qalbimdagi barliq haqiqiy his tuyg'ularim kuyib kulga aylangandi. Yoki menga bu dunyoda uni unutildirgudek birisi uchirmagandi. Deymisimu, odam o'sha qisqagina umrida undaq muhabbatni necha qitim uchirta olishi mumkin.
Bu dünyada onunğa müyesser bololmaydigan adamlarmı sansız. Qandaqlı bolmasun men baxtlik. Men aşu muhabbetimning küçüde yaşap geldim. Bunundan keyin hem şununğa tayinip yaşayman. O, yançuqadan kichikini yumlaq qutini oldi. Qansız, o'riq barmoqlari bilan qutini echib, uni burniga yaqin opardi va ko'zlarini yumib uzoqqa purdi. Men uni chet elning favqulodda xushpuroq narsalari yoki dorilardan bo'lsa kerak deb o'ylab uningdan so'radim. Yo'q, uningda muqimmatlik narsa, dedi u astoydillik bilan. Men qutini qo'limga elibla hang-tang bo'lib qoldim. Onunğa qaçılangani topa, kem kütüsüz topa edi. Qumsan qo'ng'ir ranglik, qildek inchki yıldızlar aralashgan o'z yerimizning topisi edi. Shundaq. Bu mushiyaning topisi, uning qabrisining topisi. Men buni dunyoning uchidiga, dengiz okeanlarning o'ttirsig'i elib ketaman. Uning ko'zlari yana yoshlandi. Qari ko'p yoqqan qish. Yulduz, qizg'ush tomchiriqi xira yo'rtib turgan yosidoq uyda qip-yalang'och tegidek so'zilib yotadi. Oppoq yostiqni bir olgan to'mqari chochlari uning chiroyini texmi zaif, tatrang'i ko'rsatdi. Uzun kirpiklarining bilinar-bilinmas titrashlarini, lavlarining salgina midrashlarini hisobga olmaganda bir vaqtlarda kishini maftun qiladigan. Bekmi güzel bu chiroy shu tapda go'yo hayotlik nuridan asar qolmagan murdining chiroyidek surlik ko'rinadi. Karavotdan sangilab qolgan bir qo'lida pilildab turgan tamaka bilinar-bilinmas is chiqarib, o'zi bilan o'zi yenib tugayotdi. Kulga aylangan qismi dam-dam yerdagi gilamga to'kiladi. Tamaka o'tining barmoqlarini kuydirishi yultuzni sagitgandek bo'ldi. U ko'zini tasta echib, qo'lidagi tomokining ko'tikini eshik tarafga otdi-da, yana ko'zini yumib oldi. Boyiqi go'zal bog'lar, etilib turgan fontanlar, yop-yeshil suvlar uning ko'z oldida yana paydo bo'ldi. Bu uning orzusidagi, tushlardagi makon edi. U parizatlardek uzun oq ko'nglikini lapildatib, dal-daraxtlar, fontanlar, suzuk suvlar, yop-yeshil chimanliklar ustidan uchib o'tadi. Qo'lida mikrofon bor edi. Uning larzan nafsi bulutlar ichida, yopirmoqlar orasida, Hasan Husandek julalanib, tarqirib o'ynayotgan suv tomchilari orasida yangraydi. Qayerdandir kinoga elish apparatining vijildigan ovozi, rejissorning maqtashlari, chavaklar anglanadi. Kimlardir onunga dasta-dasta gullarni otadi. U gullarni tutib olishga ulgurolmay, hech-pesh tegichi gullar orasiga ko'milib qoldi. Uni bir to'p yigitlar bir-biridan kelishgan, chabdas yigitlar beshiga elib ko'tirib oldi. Katta bir so'ringa ajoyib muzikalar yangrab turgan. To'rt atrofi, to'risi, hamil yeri vol-vol qilib ko'zni chaqirgan bir joyga akirishdi. U ularning ichidagi eng suyumlik yigitni tanlab tansiga tushdi. Yigit uni ballaridan mahkam quchoqlab yennikkina aylantirdi. Yuzini yuziga yiqib, qo'liga nimalarnidir pichirlaydi. Uning beshi qayotdi. Ko'z oldidagi dunyo pirqirab o'ylanadi. Ko'zlari aloq-jaloq bo'ladi. U beshini ko'tarib to'risqa, to'rt atrofga qaradi. Hamma yerda o'zini ko'rdi. U o'zini tutib ololmay qoqoqlab kuladi. Naqshi aytadi, pirqiraydi. Ko'zlaridan uchqunlar cho'chirib, tezlari bukilishadi. Bu shodlikning, tomoshalarning haddi hisobi cheki yo'qdek bilinadi. Yerim kecha. Qip-qizil bir motosiklet yirtqichdek huvlab pokiz, ratlik cho'ng ko'chalardan o'tib, jimjit orqa ko'chalarning biriga kirib keldi. Dunyodagi har qanday bir shaharga o'xshash bu yop-yeshil, go'zal shaharning qavatli binolar, tub-tuz asfalt yo'llar, gulliklar,
bog'chalarning orqasiga joylashgan yana bir qismi bor. Bu ko'chalarda yerlik aholining qing'ir qiyshiq, egiz-past qo'ru tomlari bilan o'ralgan oddiy uylar bor. Uchaydek tor, o'ng'ul-do'ng'ul yo'llar yozda to'piq yo'l, qishda qaramuzliq yo'l, ati yozda patqoq yo'lga aylanadi. Do'qmush-do'qmushlarga dövlangan axlatlar va ibtidoiy holatdagi ommaviy hojatxonalar 4 faslning har qanday vaqtida kishi chidab turg'isiz sesiq puroq tarqitib turadi. Bu ko'chalarda qodir, ziyoli yo'q deyarlik. Bu ko'chalarda tug'ilib cho'ng bo'ladigan bolalarmi avu avat pokiz ko'chalarning bolalariga o'xshamaydi. Ularmi ota-onalarga o'xshash nihoyatda kichik vaqtlardan tartibla maktabdan qaytishga boshlaydi. Jamiyatning hamma qozonlarida qaynab, insonning hamma ishpilosliklarini ko'rib yetib, baldur pishib yetiladi va o'ziga bekmi ko'p razil illatlarni yuqtirib oladi. Shu topda g'uva yurib turgan ko'cha chirg'i ostida 13-14 yoshlardagi usti boshlari poskini 3 o'g'il bola dugdeyishib, bir o'ram tamokini talashib chekib o'ltirishadi. Motosiklet ularning oldidan g'o'yildab o'tgandek, ular sagiklashib boshlarini ko'tarib motosikletga. Oldidagi er kishining belidan quchoqlab, mo'risiga beshini qo'yib o'ltirgan yosh qizga tikilib qarashdi. "Ey og'illa, qiz bola ko'rdinglarmi? Mas bo'p qopti. Toza ichibdi-da. Kimning qizi ekan? Ota-onasi pochiqni chaqnisi mayli-ku." dedi cho'ngroq bola yenidagilarga qaramayla. Xalqning g'imini yegichi o'zi uning g'imini yegina. Rostimni etsam og'ina. Ishkirga zodli bog'im yo'q. Nimish ekan? Menga bir kessam opamni ikkinchi ko'rolmaydiganda tuyulyotdi. dedi ikkinchi bola. Bolalar jim bo'lib qolishdi. Motosiklet o'ng'ul-do'ng'ul xalt ko'chadan chopchib yo'lqinib, o'qdek tez o'tib do'qmushda to'xtadi. Er kishi bir putini yerga tirab turib, qizning orqasidan "Amisi atsat 2da og'ini kelman juma." deb to'lidi-da motosikletni keyniga burab g'orqirab ketib qoldi. Yulduz o'z uyining oldida har qachonqidek qo'rqinch va ishkilanish ichida uzoq turdi. U eshikni chekishdan qo'rqatdi. Yandagi derazadan yo'lga tushib turgan chiroq nuri opsining texicha uxlamay o'ltirganligidan derak berib turadi. Balkim o'zidan andish qilib uxlamagandir. U kiyim tikish mashinasining bir xil shirildigan ovoziga quloq soldi. Opsining judanguy chiroyini, ich-ichidan xursinishlarini. Kiyim tikish mashinasining oldida o'ltirib, qo'lining orqasi bilan beliga urib-urib qo'yishlarini ko'z oldiga keltirib, ko'ngli bir qismi bo'ldi. Ursimu, tilisimu mayli edi. O shundoq jim bo'lib ketmasa, ich-ichidan xursinmasa. Kiyim tikish mashinasi bir xil ovozda shirildaydi. Yaqinsiz, hisiyatsiz, zerikarlik bu ovoz xuddi opsining hayotiga o'xshaydi. Shuncha ojizdek, oran-orali o'lishib ketayotgandek bilinadi. Ammo to'xtamaydi. To'xtamaydigan mushu ovoz bo'lg'achqila, uning uyidagilar qadr ahvol kun o'tkazalaydi. Singlisi ratlik, chiroyli kiyinadi. Osh to'q qolmaydi. Maktabda o'qiyolaydi. Ana shu sababdan u onasini muqaddas biladi, hurmatlaydi. Uningga hissdoshlik qiladi. Ammo u opasiga, uning kiyim tikish mashinasining shirildishiga o'xshab ketadigan zerikarlik hayotiga havas qilmaydi. U atoqli kino cho'lpini, atoqli naqshchi bo'lishni, Shenjin bilan Urumchining orliqida aeroplan bilan qatnaydigan, yulduzliq mehmonxonalarda turadigan, kuniga 10 ming, 100 ming yuanni uyan-buyan qiladigan katta savdogar bo'lishni orzu qiladi. U qahvaxonaga kirib chiqib yuradigan savdogar bolalarning ashundaq kishilar to'g'risidagi paranglarini xudini yo'qotgan holda anglaydi. Anglab to'ymaydi. Har qitim aynakdan o'zining suratdagi chiroyli husn jamolini ko'rganda, bu orzularining amalga oshadiganligiga ishonsa hasilab kuchayadi. U dunyoda go'zal qizlarga tiz bukmaydigan er kishining borligiga ishonmaydi. U bu dunyoning raqobatga to'lgan dunyo ekanligini, ba'zilarning huquqiy, puli,
aql parosatiga tayansa, yana ba'zilarining qoqdi so'qdi quvliq shumliqqa, xushomat, aldamchilikqa tayinib yashaydiganligini, o'ziga o'xshashlarning birdan-bir quroli husn jamoli ekanligini tushunatdi. U buni jamiyatdan o'rgandi. Bu davlilar hech qanday kitobda yo'q edi. Kitobda yozilgan nurg'un narsalarmi jamiyatdagiga, reallikka mutlaq o'xshashmaydi. Bir kuni singlisi Qunduz maktabdan kelib, "Sog'doshlarim meni oriq olmaydigan bo'ldi. Ochang buzuq, xiroyin chekidi deyishyapti. Maktabda yuzimni ko'tarib yurolmaydi ekanman. O'qimayman" deb turib olgan edi. "Opsi, jinim bolam, maktabga bormasang nima ish qilasan? Senmi ochangdek bo'lay demsan?" deb singlisiga qo'shilib yig'lab ketdi. Onasi bilan singlisining gaplari yang qizilgan ziqdek uning yuragiga sanjilib qoldi. Umu odam, nemining yaxshi, nemining yomon, nemining sharaf, nemining nomus bo'ladiganligini farq etalaydi. U shundoq muloyim, tirishchan singlisining darsi borgan seri chekinib ketayotganligini, mijazining ma'yus, jimg'ur bo'lib ketayotganligini ko'rmadi, sezmadi emas. Ko'zlaridagi nafrat, yerginishni ko'rmadi, sezmadi emas. Biroq u odatlanib qolgan turmush xuddi cheksiz sozliqqa o'xshaydi. Uningdan qutulishga urinib tipirlagancha odam shuncha chunqur cho'kishga boshlaydi. U ilgari xiroyini necha qitim tashlamoqchi bo'ldi, ammo tashlay olmadi. Shundaqdimi uning irodasi o'zgarmadi. U bu xil hayotdan qutulishni shu qadar orzu qiladi. Hech bo'lmaganda o'z hayoti badaliga bo'lsa-mu qutulishga erishmoqchi edi. Bugunga qadar uning qorong'ulik qoplagan qalb dalosining bir yerida kichikgina yo'riqliq, ojizgina bir chiroq pilildab turadi. Biroq rahimsiz bo'ron chopqin chiroqni o'rib o'chiradi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Sizda siz birinchi o'tirda o'qiydingiz-ku. Davomli o'zingizga cho'ng keladigan xo'rmiran kostyum kiyib yuradingiz. Sizni bir patinkangiz batdi, ko'chaning nerisidan qarangizni ko'rmay turibla, g'achildigan ovozini anglaydik. Men sizga ochiqini aytib qo'yay. Enem sizga ko'ngli borligini aytib soldi. Bo'lmasa, neni qizlar borjima? Agar degan yerdan chiqmay, ko'nglimni ranjitib qo'ydigan bo'lsangiz, meni bilasiz-ku. Ay, unda qilma, to'xtab turing, bir gap bor, to'xtang. Men sizni daryoga o'zini etib olmoqchi o'xshaydi deb o'ylabdiman. Xudoga shukr. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir İlham Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur.